Ertaman bo'ldimi? Soat necha bo'ldi? Nima, kim bu? Voy, kim edi bu? Nima alaqsirayapmanmi men? Mayli, bir uxlab olay-chi. Voy, 5 yildan beri uxlayotgan deyman-ku. Nima o'ynam singanmi? Voy, iflos, sen kimsan? Juda boshim og'riyapti, nima bular? Menga nima bo'lyapti? Umuman uxlaganim yo'qmi? Tushimga g'alati narsalar kirib chiqyapti. Voy, alaqsirayapmanmi? Few moments later. Voy, ona qo'ya turdim. Nima kunam yorishib ketibdi-yu. Uji ertaman bo'libdi, turishim kerak endi. O'sh, to'g'larimdan xabar olib qo'ychi. Tuni bilan sayrab chiqib uxlatishmadi-yu meni. Tuni bilan sayragan senmiding, iblos? O'sh, nega sen qarab turibsan yoki senmiding? Mayli, bularni hozir grill qilib yeyoramiz. Xo'sh, hammasi yaxshi. Endi bularni pishirishimiz kerak. O'kalasini ham qo'yamiz va bu pishguncha stolda o'tirib, mazza qilib dam olib turamiz. 2 daqiqada pishib qolsa kerak. Buni kutganimcha o'zim qarib ketmasam bo'ldi edi. Undan keyin qiladigan ishim va pishi to'planib yotibdi. Voy, buni hidlaridan juda ham mazaliga o'xshaydi. Qani srazi qo'lga olib yeb qo'ya qolamiz endi buni. Voshya ajoyib chiqibdi. Endi bittasini xalaroq olib qo'yib, ko'chagacha chiqib kelsam ham bo'ladi. Xo'sh, ko'chada nima gap ekan? Ko'rinishidan jimjit-ku. Bu qishloqqa ham o'zi yaqinda ko'chib keldim. Qanunda ozgina aylanib kelaylik-chi. Bu yerdan har kun chiqib tushadigan bo'lsam, kachoyib ketaman-ku. Ey, yo. Qalaysan, o'rganib ketdingmi bizni qishloqqa? Yo'q, tunda g'alati voqealar bo'lyapti. Tushimmi rostmi bilolmayapman. Ha, unda sen folbinga borib ko'r. Senga maslahat beradi. Nima, sen aqlni ozganmisan yoki aql senni ozganmi? Ishonch yo'q ularga. Yaxshi. Agar shubhang bo'lsa, borib tekshirib ko'r. Masalan, hujum qilib ko'r. U seni kelishingni oldindan biladi. Albatta, to'g'ri aytasan. Qanunda mayli, borib tekshirsak tekshiraveramiz. 1-2 shu zinadan tushib hozir o'lib qolaman men. Hop. Mana uje yetib ham keldik. Mana bu yerga o'zi nima deb yozib qo'yibdi? Folbin qishloqqa. Qanunda sekin bildirmasdan kiraveramiz. Yo, bu koridorning uzunligini o'tirgan xonani endi qayerdan topa olaman men? Xo'sh, bu yerlar negadir juda ham qorong'u ekan. Mana bu eshikni ochib ko'raylik-chi qani. Vot etam mana. Yaxshimisan, seni kelishini kutayotgandim. Bu folbin emas ekan-ku. Men qayerdaman? Nima qilyapman bu yerda? Nima politsiyachimisiz? Nima qo'yib yuboring meni? Men nima qildim bu yerda? Siz umrbod qamoq jazosi bilan ayblanasiz. Begunoh farishtada yashayotgan qishloqni uyga bostirib kirib, zo'rlab o'ldirib, vahshiylarcha qiynayotganlikda ayblanasiz. Yo, nima?